Kuni kecha Sirdaryo viloyatida ijodkor yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ayni tadbirga viloyatning turli hududlarida ijod qilayotgan 50 nafarga yaqin yosh ijodkorlar ishtirok etishdi. Uchrashuvda yigit-qizlar tomonidan joylarda kerakli sharoitlarni ta'minlash, ijodkorlik muhitini yaxshilash va yoshlarni qo'llab-quvvatlash kabi qator masalalarda takliflar bildirildi. Jarayonlarda ishtirok etgan muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Viloyatda ijodiy tanlovlar hamda ijodiy uchrashuvlar sonini ko'paytirish, askiyachilik san'atini rivojlantirish kabi takliflar o'tkazilgan uchrashuvda yoshlar tomonidan bildirildi. Mazkur yig'ilishda esa turli yo'nalishlarda ijod qilib kelayotgan yoshlar ishtirok etgan. Bizda mana shu viloyatimizda baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish uchun qo'ldan kelguncha sharoitlar qilib beradigan bo'lishdi. Asosiy maqsadimiz mana shu bu yilgi xalqaro baxshichilik festivali bizni oldimizda gavdalanib turibdi. Mana shu festivallarda qatnashib, sovrindorlar qatorida bo'lishni niyat qilib oldimizga shuni maqsad qilib qo'ydik. Tadbir davomida Sirdaryo viloyati yosh ijodkorlar klubi tashkil qilindi. Mazkur klubning asosiy maqsadi hududda ijodkor yoshlarning sonini ko'paytirish hamda ularning ijodlarini yanada yuksaltirishdan iborat. Ijodkorlar hamda hokim bilan bo'lgan uchrashuvdan bizlarga bo'lgan eng katta sovg'a shu bo'ldiki, Sirdaryo viloyatida yosh ijodkorlar klubi tashkil qilingan bo'ldi hamda uning dastlabki a'zolari mana shu uchrashuvda ishtirok etgan yosh ijodkorlar dastlabki a'zolar sifatida qabul qilindi. Turli viloyatlarda ijodkor yoshlari bilan doimiy aloqa qilishda ham mana shu ijodkorlar klubi juda katta yordam bera oladi deb o'ylaymiz. Tashkil etilgan yig'ilish davomida yoshlar o'z ijod namunalarini taqdim etishdi. Aytish kerak, bu kabi tadbirlar ijod qilib kelayotgan yoshlarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Sevara Ahmadqulova, Rustam Qosimov, Hudud informatsion dasturi uchun.